Iso qancha shunday deydi: agar kim seni o'ng yonog'ingga ursa, chap yonog'ingni ham tut. Ko'pchilik shunday o'ylaydi: Iso ojizlikni o'rgatyapti. Ammo do'stim, muqaddas kitobni oxirigacha o'qi. Muqaddas kitob shunday deydi: yovuzlik tomonidan yengilma, balki yaxshilik bilan yovuzlikni yeng. Rimliklarga 12:21. Agar seni urishsa, bu yovuzlik. Agar sen ham qaytarib ursang, nimasi bilan yaxshiroq bo'lding? Hech nimasi bilan. U birinchi boshladi, sen esa shunchaki davom ettirding. Bu yo'l bilan yovuzlikni to'xtatib bo'lmaydi. U oldinga uzatiladi, odamdan odamga, avloddan avlodga. Qaytarib urish kuch belgisi emas. Buning uchun faqat o'zingga ishonch yetarli. Haqiqiy kuch ichingdadir. Kuchli odam o'zini boshqara oladi. U g'azablantirib bo'lmaydi. U his-tuyg'ularni boshqaradi. His-tuyg'ular uni emas. Shuning uchun muqaddas kitob shunday deydi: sabrli kishi bahodirdan ham yaxshiroqdir. O'zini boshqara olgan kishi esa shaharni zabt etgandan ham ustundir. Hikmatlar 16:32. Iso ojizlikni emas, o'zini tuta bilish uchun o'rgatdi. Sen shu kuchga egamisan? Izohlarda yozing, layk bosing, obuna bo'ling. Ulashing, yovuzlik to'xtasin.